Barchaga salom do'stlar. Odamlar doimo suv bilan birga bo'lgan. Olimlarning fikriga ko'ra, suzish vositalaridan foydalanishga urinishlar 50 ming yil oldin qilingan. Avvaliga sollar, qayiqlar va keyin esa kemalarning yelkanlari paydo bo'ldi. 19-asrga kelib kemasozlik sanoatida inqilob yuz berdi. Ilgari barcha vositalar shamol va odam kuchi yordamida harakatlanardi. Ammo bu davrda kemalar bug' dvigateli bilan jihozlana boshlandi. Oxirgi vaqtlarda dengiz shiddatli janglar uchun ajoyib maydonga aylandi. 20-asr flotning rivojlanishi nuqtai nazaridan eng samaralisi hisoblanadi. Samolyot tashuvchilar, suv osti kemalari va turli xil mexanizmga ega qayiqlar paydo bo'ldi. Dengiz floti mamlakatning yuqori texnik va qimmatli qurolidir. Bizning bugungi dasturimiz o'zining maxsus harbiy qudrati bilan ajralib turadigan zamonaviy kemalarni o'z ichiga oladi. Demak, sizning e'tiboringizga bizning davrimizning eng yaxshi harbiy kemalar reytingini taqdim etamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Prostatit, ikkilamchi bepushtlik, tez peshob va tahorati buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftaning o'zidayoq hal qilish mumkin. Vulkan erkaklar uchun tabiiy mahsulot. Buyurtmalarni O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish bepul. Ma'lumot uchun 71 kodi bilan 207 66 55 raqamiga murojaat qiling. Amerika Qo'shma Shtatlarining Ayova toifasidagi jangovar kemalar. Uning qurilishi 1940-yilda boshlangan. Kema nemislarning Bismarck va yaponlarning Yamato kemalaridan ortda qolmaslik uchun yaratilgan. Yangi Ayova seriyasining birinchi jangovar kemasi faqat 1943-yil fevral oyining oxirida foydalanishga topshirilgan. Biroq u Tinch okeanidagi urushlarda qatnashishga muvaffaq bo'ldi. Keyinchalik bu sinfdagi 4 ta kema qurildi. Ayovaning umumiy suv sig'imi 58 ming tonnani, uzunligi 270 metrni tashkil qiladi. Dastlab bu jangovar kemaning asosiy qurollari 9 460 mm li qurollar edi. Bu kemalar asosan samolyot tashuvchilarini qo'llab-quvvatlash uchun ishlatilgan. Sinf kemalarining urushdan keyingi taqdiri g'alati bo'lib chiqdi. Ular 2 marotaba flotdan chiqarib yuborildi. Keyinchalik yana flotga qaytarildi. O'tgan asrning 80-yillarida kemalar Tomahawk raketalar bilan qurollangan va bir qator operatsiyalarni amalga oshirish uchun jalb qilingan. Misol uchun Fors ko'rfazida bu sinfning harbiy kemalari 2006-yilda Amerika dengiz kuchlariga xizmat qildi. MDKVP Zubr, SSR Rossiya. 1988-yilda Sovet harbiy flotining bir qismi sifatida MDKVP 12320 Zubr loyihasining yangi kemalari paydo bo'ldi. Ushbu kema samolyotlarni qo'ndirish uchun dunyodagi eng katta kemaga aylangan. Bu kemaning asosiy afzalliklari dengiz va yer yuzida osongina harakatlana olish qobiliyatidir. Uning bortiga 3 ta tank yoki 8 ta piyoda jangovar mashinasini ham sig'dirish mumkin. Bundan tashqari, Zubr shunchaki transport emas, u qo'shinlarni qo'llab-quvvatlash uchun qurollanadi. U 140 mm li uchirish moslamalaridan o'q otishi va havo hujumidan himoya qilishi mumkin. Kreyser Moskva, Rossiya. Moskva Rossiya gvardiyasining raketa kreyseri bo'lib, 1164 Atlant loyihasining yetakchi kemasi hisoblanadi. U dushmanning yirik suv usti kemalariga zarba berish uchun mo'ljallangan. Shuningdek, dengiz osti kemalariga qarshi dengiz guruhlarining jangovar barqarorligini hamda masofaviy tuzilmalarning havo mudofaasini va desant kuchlarini o't o'chirishini ta'minlaydi. Uning uzunligi 186,5 metrni, kengligi 20,8 metrni, balandligi esa 42 metrni tashkil qiladi. Moskvaning asosiy quroli 500 km masofaga uchadigan vulqon raketa tizimidir. Amerika tipidagi qo'nish kemasi. Amerika Qo'shma Shtatlarining universal desant kemalari siz taxmin qilganingizdek qo'nish operatsiyalari uchun yaratilgan. Ammo amerikaliklar yangi ODK tarifini Amerika turiga yaxshilab kengaytirdilar.
Bu mohiyatan 22 ta 5-avlod F-35B qiruvchi samolyotlaridan iborat mustahkam aviatsiya guruhini tashishga qodir bo'lgan aviatashuvchining nomi. Ushbu samolyotlar palubadan qisqa parvoz yordamida uchadi va vertikal ravishda qo'na oladi. USS Amerika seriyasining yetakchi kemasi 2014-yilda AQSh flotining eng katta tarkibi bo'lib, jami amerikaliklar ushbu kemadan 12 tasiga egalik qiladi. Kemaning uzunligi 257,3 metrni, kengligi 32,3 metrni, umumiy suv hajmi esa 45,700 tonnani tashkil qiladi. Charles de Gaulle, Fransiya. Charles de Gaulle Fransiya samolyot tashuvchisi bo'lib, bu Fransiya dengiz flotining yagona yadroviy samolyot tashuvchisi hisoblanadi. Fransiyaliklar yana shunday kema qurmoqchi bo'lishgan, ammo harbiy kemaning katta narxini hisobga olgan holda bu g'oyadan voz kechishdi. Kemaning asosiy kuchini 4+ Rafale M avlodli qiruvchilari tashkil qiladi. U jangovar salohiyati bo'yicha 40 tagacha samolyotni sig'diradi. Charles de Gaulle Amerika samolyot tashuvchilariga yutqazadi. Amerika kemalarining o'lchamlari kattaroq va ko'proq transport vositalarini sig'diradi. Charles de Gaulle kemasining uzunligi 261,5 metrni, eniga 64,36 metrni, og'irligi esa 42,000 tonnani tashkil qiladi. Ekipaj a'zolari 1200 kishidan iborat. Amerika Qo'shma Shtatlarining Nemitz toifasidagi samolyot tashuvchilari. Super samolyot tashuvchi tushunchasi Amerika Qo'shma Shtatlarida o'tgan asrning 50-yillarida paydo bo'lgan. Bu turdagi birinchi kema esa 1961-yilda yaratilgan. 1968-yildan boshlab Nemitz sinfidagi yanada yirik super samolyot tashuvchilarning qurilishi boshlangan. Ushbu kemalarning uzunligi 330 metrdan oshadi. Bu qisman samolyot tashuvchilari uchun uchish va qo'nish yo'lagining kattaligi bilan bog'liq. Kemaning og'irligi 106 tonnani tashkil qiladi. Shuningdek, avianosga 260 ming ot kuchiga ega ikkita yadroviy dvigatel joylashtirilgan. Bu sinf toifasidagi samolyot tashuvchilarining asosiy vazifasi Amerika Qo'shma Shtatlarining kuchini dunyoning turli mintaqalarida prognoz qilishdir. Buning uchun bortga 90 tagacha turli xil samolyotlar va vertolyotlardan iborat havo guruhi joylashtiriladi. So'nggi yillarda dunyodagi eng katta harbiy kemalar haqiqatdan ham shunchalik samarali ekanligiga shubha tug'dirganiga qaramay, Nemitz albatta haqiqiy durdonadir. Qadrli do'stlar, mana shuning bilan bugungi dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha